Dunyodagi eng katta o'rgimchak to'ri topildi. Bu rekord hajmdagi o'rgimchak to'ri Albaniya va Gretsiyaning chegarasiga yaqin joyda topildi. Tadqiqotchilarning aytishiga ko'ra, bu o'rgimchak to'rining hajmi 100 metr kvadrat bo'lib, tushunuvchilar uchun bu basketbol maydonining yarmiga teng. Eng qizig'i, uning topilish joyi tashlandiq oltin gugurt koni bo'lib, odam oyog'i yetmagan, zaharli gazlar doimiy chiqib turadigan xavfli hududda ekan. Bu to'rni aniqlangan paytida ichidan 110 mingta o'rgimchak topilibdi. Endi tasavvur qilinglar, uni to'qilishi uchun yana qancha o'rgimchaklar nobud bo'lishgan. Meni hayron qoldirgan tomoni, ular odatda yolg'iz hayot kechirishsa-da, bu yerda butun boshli katta guruh hosil qilib yashashayotgani bo'ldi. Ya'ni ular biz hovlida uchratadigan ko'zga ko'rinmas to'r yoki kichkinagina guruh emas, balki o'zlari uchun katta koloniya shahar yasashgani juda ham hayratlanarli. Etni jimirlatadigan tomoni esa bu to'r doimiy yurak urganiga o'xshab harakatlanib, hattoki ichidagi o'rgimchaklar qimirlamay turganda ham tirik jonzotday tebranib turar ekan. Eng g'alati tomoni, biz uchratgan to'rlar tezda shaklini yo'qotsa, bu gigant to'r esa oylab, hattoki yillab buzilmasdan tura olishi mumkin ekan. Lekin eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz bu voqea haqida? Bu o'rgimchaklar yana o'sishda davom etib, boshqa kattaroq shaharlarni ham egallab olishi mumkinmi? O'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha